Assalomu alaykum suyimli azizlar. Qanavalar yaxshimi? Bugun biz o'qiyotgan Qiyodik ovchining Ahuzari nomli kitobimizni o'qishni davom qilamiz. Bu kitob Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan Qozoq shoiri Muxtar Shahonovning suhbatlari asosida yozilgan kitob. Biz kitobning 6-bobi, ya'ni tarixdan chiqqan, ko'zidan chiqqan bosh degan bobni o'qiyotgandik. Bu bob biroz uzun. Bu bobda asosligi turkiy millatlarning tarixi, asosli qozoqlar va qirg'izlarning tarixi, bu vaqtdagi arxeologik bayqashlar bu deganlar haqida paranglashadi. Bugungi mushuni o'qishdan burun men sizlarga bir she'r o'qib bergim kelib qoldi. Bir she'r o'qib beray, undan keyin boshlab ketaylik. Chunki men odam, Tayir Talib, bemor bo'p ana yerga yiqilganda, puridi dal ostimdan ana suti, Xizir bo'p tuproqdagi kindiq qinim, turg'izdi meni yulab sog'lom piti. Shunga yurt payxam bo'lsa manga matam, chunki men hissiyotliq hayot odam. Talvalar chaylab o'sigul chimanni, o'rilar qir beshig'i savri qocham, qahrimdan o'q uziman quzg'unlarga, chimanga qanot yepib men har qachon, chunki men hissiyotliq hayot odam, go'zallik payxam bo'lsa manga matam. Dilbirim qo'y ko'zidan suv ichiman, dilidan dilimga nur yo'ruq ilib, jaholat homilari chang to'zitsa, sanjiyman qovurg'amni pichoq qilib, chunki men hissiyotliq hayot odam, muhabbat payxam bo'lsa manga matam. Raqibning mushti manga hech gap emas, hattoki qilichqa tik bora olayman, chiqilsa qilchi izzat hurmatimga, hattoki avliyoga yana olayman, chunki men hissiyotliq hayot odam, g'ururim payxam bo'lsa manga matam. Behuda bo'zak qilsa kichikni cho'ng, va yoki muttahamlar polvon bo'lsa, ko'z yumib yurolmayman ozg'on uchun, notivon Leyli qozoq qurbon bo'lsa, chunki men hissiyotliq hayot odam, huquqim payxam bo'lsa manga matam. E'tiqod, aqidam bor o'zimga xos, xalqimning rayini kuch qanot qilgan, aqalli ko'zimdan o't uchqun yanar, ta'tirlik irodamga bo'lsa sulton, chunki men hissiyotliq hayot odam, aqidam payxam bo'lsa manga matam. Odamki men elga chakar, lekin hech biror zotning quli emas, o'z kallam hamon mahkam o'z bo'ynimda, jangchi men biror kimning quli emas, chunki men hissiyotliq hayot odam, xislatim payxam bo'lsa manga matam. G'azalxon xalqim uchun yozdim qo'shoq, ilhomni ato qilg'ach xalqim onam, g'azalsiz yashamaydi uyg'ur degan, yurtimda har bir g'azal bir imtihon, g'azalim payxam bo'lsa manga matam, chunki men hissiyotliq hayot odam. 1982 avgust Urumchi. Bu Tayir Talibning she'rlaridan biri, bizning to'liqsiz o'ttir maktab darsligimizda bordi. Bugun shundoq aslab tepib sizlar bilan birga o'qib bergach, yana qayta asligim kelib qoldi. Unda biz kitobimizni o'qishni davom qilaylik. Aytmatovninki gapiga qilayotgan gap edi, shuning davomidan boshlab o'qiyman. Qadimgi zamonlarda bizning yeziqimizmi, ilib barimizmi bor edi. Biroq shunchalik aytgandan boshqa hech qanday isbot ko'rsatmaymiz. Issiq qabristonligidan oltin odam bilan birga tepilgan kumush tavoqdagi yeziqni olimlar milodidan burungi 5-asrga taalluq deb hisoblashdi. Mong'oliyada bo'yinga osadigan olqa tepilgan bo'lib, uningda sangir degan so'z o'yilgan ekan. Bu yodgorlik Hun davridagi turkiy tilga mansub ekanligi bilinib turdi. Chunki sangir deb tog' tizimlaridek cho'qqalarni aytadi emasmi? Milodiydan ilgari 192-yillarda yozilgan Jungoning tarixiy xotiralari degan kitobida Botir Tangriqot davriga
دەۋرى كەلگەندە ھونلار قۇدرەت تېپىپ يېزىقتىن پايدىلىنىشقا باشلىغان. شۇنىڭ بىلەن ئەۋلادلىرىغا كۆپلىگەن ئۇلۇغ مىراسلارنى قالدۇرغان دېگەن مەلۇماتلار بار. شاخانوف: بۇنىڭ ئۆزى ھونلارنىڭ تاشقا ئويۇلغان يېزىقى. ھازىرقى تەرەققىي تاپقان غەرب ياۋروپانىڭ كۆپلىگەن يېزىقلىرىغا قارىغاندا ئاللىبۇرۇنلا پەيدا بولغانلىقىنىڭ يەنە بىر ئىسپاتىدىن ئىبارەت. شۇنداقلا يەنە تاشقا ئويۇلغان يېزىق ساكلار ۋە ھونلار دۆلىتىنىڭ دەشتى قىپچاق تالاسىدىن سىر ئورمانلىرى ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغىچە سوزۇلغان دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ، شۇ دۆلەت يۈرگۈزگەن سىياسەت ئاشۇ يېزىق ئارقىلىق ئىشقا ئاشقانلىقىنى بىلدۈرۈپ تۇرۇپتۇ. دەل شۇ تاشلاردىكى يېزىقلار چوڭ دۆلەت ئىچىدىكى مۇناسىۋەتتە ياكى بولمىسا باشقا بىر قانچە دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتىمۇ ئەۋلادتىن ئەۋلادقا ۋاسىتىچى بولۇپ خىزمەت قىلغان. ھونلارنىڭ دەۋرىدىن تۈرك خاقانلىقىغىچە مەلۇمات بەرگۈچى قانۇنىي كۈچكە ئىگە ۋاسىتە بولغان. دەل شۇ ئورخۇن ئاناساي يازما يادىكارلىرى قازاقىستان بىلەن قىرغىزىستاننىڭ تارىخىدىكى ئاق قالغان، تەتقىق قىلىنمىغان يەرلەرنى ئېنىقلاشتا ئىمكانىيەت يارىتىپ، دەل ئاشۇ يادىكارلىقلار شۇ ۋاقىتقىچە تېپىلغان شۇنىڭغا ئوخشاش تاشتىكى يازما خاتىرىلەرنى تولۇقلىدى ئەمەسمۇ؟ ئايتماتوف: ئاناساي بىلەن تۇبانىڭ ئوتتۇرىسىدىن تېپىلغان قىرغىز خەلقى ۋە قىرغىز تىلىغا تەئەللۇق بولغان 120 تاش يازما يادىكارلىقلىرى پۈتكۈل دۇنيا ئالەملىرى ئۈچۈن چوڭ مۇۋەپپەقىيەت بولدى. تالاس شەھىرىنىڭ شەرق تەرىپىدە ساقلىنىپ قالغان رونىك خاتىرىلىرىنىڭ ھەر بىر ھەرپىدىن تارىخىي خاتىرىلەردىن چۈشۈپ قېلىشقا باشلىغان خەلقىمىزنىڭ ئاجايىپ شەجەرىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ. شاخانوف: قازاق ئەدەبىياتىنىڭ كىلاسسىكى غابىت مۇسرىپوف بىر قېتىم مەندىن تۈرك خاقانلىقى 6-8 ئەسىرلەردە نېمە سەۋەبتىن غۇلاپ چۈشتى دەپ سوراپ قالدى. دۈشمەن كۈچلۈك ئەگەم، بىزنىڭ زېمىنىمىز كۆپ، ئۇنى قوغدايدىغان خەلق ئاز ئىدى دەپ جاۋاب بېرىشكە ھەرىكەت قىلدىم. ئەڭ مۇھىمى ئەلدە بىرلىك بولمىغان. غابىت ئاكا مېنىڭ جاۋابىمغا تولۇق قانائەتلەنمەي باش چايقاپ تۇرۇپ: ئاساسەن توغرا، بىراق سەن ئەڭ مۇھىم سەۋەبنى ئېيتمىدىڭ، دېدى. ئاندىن ئۆز سوئالىغا ئۆزى جاۋاب بېرىپ: تۈرك خاقانلىقىنىڭ شۇ ۋاقىتتا قانچىلىك كۈچلۈك دۈشمەن بولسىمۇ كۈچى يېتەتتى، بىراق ئۇلارغا قىممەتلىك مەدەنىيىتىنى قارشى قويالمىغان. شۇنداق. بۇ دۇنيادا روھىي قۇلچىلىقتىن ئارتۇق ھېچقانداق قورقۇنچلۇق نەرسە يوق. باشقا بىر زوراۋان ئەلنىڭ تىلىنى، دىلىنى، مەدەنىيىتىنى ۋە ئەدەبىيات سەنئىتىنى ئۆزىگە قوبۇل قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۆزىگە خاس مەدەنىيىتى، ئۆرپ-ئادىتى، ئەدەبىياتى ۋە تارىخىدىن ئايرىلىپ قالغان خەلقلەر يەر يۈزىدە ئاز بولدىمۇ؟ مۇستەملىكىچىلەر بېقىندۇرغان خەلقنى روھىي جەھەتتىن قۇلغا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن زېمىننى بېسىۋېلىش، دىننى ئۆزگەرتىپ ئۆز دىنىغا كىرگۈزۈش، تىلىنى ئۇنتۇلدۇرۇشتىن ئىبارەت 3 ئۇسۇلدىن پايدىلىنىدىكەن. بۇلارنىڭ ھەممىسى خەلقنىڭ ئۆز تارىخى ۋە يىلتىزىنى پۈتۈنلەي ئۇنتۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدۇ. پەقەت بىر لاتىن تىلىنىڭ ئۆز ۋاقتىدا قانچىلىگەن ئازاب ۋە بەختسىزلىكلەرنى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ئەسكە ئالساقلا كۇپايە. تارىخىي ھېسسىيات مەسىلىسىنىڭ كېلىپ چىقىشىدا بىر ۋاقىتلاردا بىزنىڭ ئاتا بوۋىلىرىمىز ئويلاپ تاپقان، كېيىن پۈتكۈل تۈركىي خەلقلىرىنىڭ مەدەنىيەت ۋە ئەدەبىيات سەنئىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلغان تىلنى بېيىتقان، تاشقا ئويۇپ يېزىلىپ تارىخ شەجەرلىرىنى ساقلاپ قالغان شۇ رونىك يېزىقىنىڭ توساتتىلا يوقىلىپ كېتىشىگە نېمە سەۋەب بولدى؟ ئايتماتوف: ئاخىرقى 12-13 ئەسىرلەردە بىز قىرغىز ۋە قازاق خەلقلىرىنىڭلا مەدەنىيىتىگە قارشى 4 قېتىم ھۇجۇم ئېلىپ بېرىلدى. ئەمدى بۇ ئىككىلەيلەن بىرسى قازاق، بىرسى قىرغىز شۇ ئۆزىنىڭ گېپىنى قىلىۋاتىدۇ، ئوقاي ئەمدى. مىلادىي 634-يىلدىن 710-يىلغىچە بولغان ئەرەب خەلىپىلىكىنىڭ ئەسكەرلىرى سۇرىيە، ئىران، يېرۇسالېم، ئافغانىستان، ئوتتۇرا ئاسىيا، ۋىزانتىيە، ئەرمېنىيە، مىسىر ۋە غەربىي ياۋروپانىڭ بىر قىسىم جايلىرىنى بېسىۋېلىپ، شۇ ئىگىلىۋالغان يەرلەردە ئىسلام دىنىنى، ئەرەب يېزىقىنى ئومۇملاشتۇرۇشقا باشلايدۇ. 715-يىلدا تۈركىستان رايونىمۇ ئەرەبلەرگە باش ئېگىدۇ. تارىخچى نارشاھى بۇخارا تارىخى دېگەن كىتابىدا ئەرەبلەرنىڭ ئەسكەر باشلىقى قۇتەيبىنىڭ كەسكىن خاراكتېرى ھەققىدە توختىلىپ، ئۇ ئەسكەرلىككە يارايدىغانلارنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈپ تىرىك قالغانلىرىنى تۇتقۇن قىلدى. قۇتەيبىيە مەسچىتلەرنى سېلىپ ئوتقا چوقۇنۇشقان بۇ كاپىرلارنىڭ كىتابلىرىنى كۆيدۈردى دەپ يازىدۇ. تارىخچى بۇ يەردە قايتا ھېچ تېپىلغۇسىز، ئورنىنى تولدۇرۇۋالغۇسىز مەدەنىي، ئەدەبىي مىراسلارنىڭ يوقىتىلغانلىقىنى يېزىپ ئولتۇرۇپتۇ. بۇ يەردە ئۇ كۆيدۈرۈۋەتتى دەپ ئاتىپ قويمىسىمۇ، ئۆزىمۇ كۆيدۈرگەن. يەنى بىزمۇ كۆيدۈرگەن. مۇشۇ مىڭ ئۆيلەردىكى پۈتۈن رەسىملەرنى نۇرغۇن بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتقان. ئۇلۇغ برونى ئەرەبلەرنىڭ يەر يۈزىدە 300دىن ئارتۇق شەھەر ۋە ئولتۇراق رايوننى ۋەيران قىلغانلىقىنى، ئامۇ دەرياسىنى بويلاپ كەتكەن بۇ ۋىلايەتتە شەھەرلەر بىلەن بىرگە ھېسابسىز بايلىقلار، ئادەملەر يوقىتىلغانلىقىنى، ئۇلار بىلەن بىرگە تىل، دىن، يېزىق ۋە ئۆرپ-ئادەتلەرنىڭمۇ يوقىتىلغانلىقىنى ئۆكۈنۈش، ئاچچىقلىنىش ھەم ناھايىتى ئېغىر قايغۇ ئىچىدە يازىدۇ. شاخانوف:
Xalqni ro'yi qulga aylantirishni ko'zlagan arablar nihoyat oddiy va to'g'ri yo'lni tanlab olishgan. Ya'ni o'z dinidan chiqarib islom diniga kirgizishga, yiziqlarni yo'q qilishga boshlagan. Ular turk runik yizig'i bilan yozilgan ilmiy asarlarni, astronomiyalik va tarixiy yozmalarni, qisqasi barliq tarix munosabatli kitoblarni yo'q qilishgan. Qabrlardagi toshlarga o'yib yozilgan yozmalar va toshlarga to'mirdan qadalgan yozmalarni vayron qilishgan. Aytmatov. Shundoq qilib, arab mustamlikchilari Hun, Turk, Xorizm yiziqlarini yo'qotgandan keyin xalqning ro'yi boyliqlarini, madaniyatini, adabiyot san'ati, urf-odatlarini almashtirib, yer nomlari, odam ismlarini arabcha qo'yish, Navro'z bayramining o'rniga Qurbon hayitini alohida qo'yish uchun kuch chiqargan. 1939 yilgacha qo'llangan 28 harfdan tuzilgan arab yiziqi Turkiya xalqlarga shuningdan kelgan. Shu chog'da biz burundan tortib yiqqan tarixiy angsizmamizni yo'qotishga boshlagan edik. Agar yezqimiz hozirgacha saqlanib qolgan bo'lsa, biz hozirgidek qachon qaysi asrda qirg'izlar bilan qozoqlar bir ota-onadan turalgan bo'lg'aydi deb faraz qilib o'tirmagan. Qachon qaysi asrlarda qirg'izlar Anasoyga ko'chib berib, keyin u tarafdan qachon qaytib kelishdikan degan savollarga bosh og'ritib o'tirmagan bo'lardik. Tabiatning o'z qonuniyati bo'lgandek, jamiyatning taraqqiyot tepishi, tarixning o'zgarib turishi o'z qonuniyati bo'lsa kerak, deb o'ylayman. İki etnik mənbənin, iki dinning ko'rishi, iki dinga e'tiqod qiladigan xalqlar o'rtasida kurash, qonliq urush qandoq qilib taraqqiy qilmasin? Sababi Chingizxon sharqdan g'arbga boshlagan Mo'g'ul mustamlikchilaridan burun g'arbdan sharqqa qarab ahli salab yurishi deb atalgan bir necha qitimli xalqlarni qo'ral kuchi bilan besilish harakati bo'ldi emasmi? Ahli salabchilarning mustamlikchilik yurishi dastlabda 2 asrga so'zildi. Biroq ularga qarshi elib berilgan harbiy yurishlardan keyin ular xalqlarni 300 yilgacha bosh ko'targizmay qo'rqitib tutib turdi. Meningcha, o'rta asrda shu ikki yurishdagidek hisobsiz qon to'kilgan voqealar bo'lmagan bo'lsa kerak. O'rta asrda o'sha bir-biridan xeyli yiroqqa joylashgan rayonlar o'xshamagan darajada taraqqiy topgan edi. 11-12 asrlarda sharqdagi xalqlarning turmush saviyasi borgan sari yuqorilab, iqtisodiy, madaniyati, ilm-fani va adabiyot alohida rivojlandi. Sharqning qayta tirilishi boshlandi. Sharqiy rayonlarning bundoq beyib, kuchlanib, madaniyatining taraqqiy qilishi g'arb feodallarining tinch uyqusini buzdi. Sharqning boy, sirliq rayonlari ularga yiroqdan behishdek bo'lib tuyuldi. Sharq zemini g'arbning karollari va girsoglarini ozdirib, o'rta dengiz va sharq dengizlaridan otlarini sug'urishga intildi. Biroq o'zing yolg'iz harbiy yurishga, hatto sayohatga chiqolmaysan. Yevropa xalqlarini besilish uchun xalqni qo'zg'ash kerak, ammo xalqni qo'zg'ash uchun cho'ng bir sabab bo'lish kerak. Bundaq sabab tezda tepildi. Xristianlarning muqaddas yeri, ulug' shahar Yerusalim, Isa Xristosning so'nggi silingan tobut musulmonlarning oyoq ostida qoldi. Xaloyiq shu tobutni saqlab qolayli deb to'langan shuur butkul g'arb rayonlarida guldirmomidek yangraydi. Shuning bilan xristian askarlariga yo'l ko'rsatib turgan 200 yildan ortiq uzun so'zilgan xalqlarga ko'plagan qayg'u azob ilib kelgan urush boshlanib ketdi. Dastlabki ahli salab yurishini 1095-yili Fransiyalik Rim papasi Urman II boshladi. U o'z atrofidagi Karol, Sinur, Ritsar va oddiy askarlarni yig'ib, Kichik Osiyo bilan Siriyani qonga cho'ktirib qaytdi. Fransuz Karoli Lyudovik 7 bilan Germaniya hukmdori Konrad 3 boshlagan 2 va 3 qitimliq yurishlar hech qanday natijaga erishamadi. Ya'ni mag'lubiyatga duchor bo'ldi. 4 ahli salab yurishini Papa Innokenti 3 qo'zg'ab, xalqni yana askariy yurishga boshlab chiqqan. 5-qitimqisini 1217da, 1221-yilda elib berilib, uningga nemislar, vengerlar, angliyaliklar, gollandiyaliklar, ritsarlar qatnashib, dahshatli elishishlardan keyin Damasik va Nil daryo bo'ylarini bosh egdirdi. Biroq besib olgan yerlarni uzoq mezgilgacha boshqarib turishga kuchi yetmay, Misrga tashlab berib, ketishga majbur bo'ldi. 6-qitimliq yurishda Germaniya podshohi Friedrich II butun armiyani to'plab, hujum boshlab, Yerusalimni vayron qilib, Damaskqa kirdi. Biroq u musulmonlarning qarshi zarbasiga bardosh qilib berolmay, orqaga chekinishga majbur bo'ldi. Ahli salab urushining 7 va eng qudratli 8-qitimligini Fransiya karoli Lyudovik 9 uyushtirib, o'zi askar beshi bo'lib boshlab mangdi. Biroq Tunis zaminida xolera bo'lib o'ldi. Uning ko'p sonlik armiyasi boshlamchisiz qilib, har tarafga chechilib tugaydi. Bularni aytib o'tirishimdagi sabab taraqqiy topgan va taraqqiy qilayotgan rayonlarni besilish maqsadi bilan urush qo'zg'aganlar o'zini oqlash uchun diniy ideyalardan foydalanishgan.
Biroq undaq adolatsiz urush va uni boshlaganlar oxiri hammasi o'xshashla ashundaq yengilishga duchor bo'lishgan. Keyin shu ahli salab sharqqa yurishga qarshi javob sifatida Chingizxonning harbiy yurishi boshlandi. Shunga men tarixning xalqlarning hammasini barobar qilib turadigan o'z qonuniyati bo'lsa kerak degan edim. Xalqimizning tarixiga, madaniyatiga, tarixiy hissiyotga qaratilgan ikkinchi qatimliq hujumni rayimsiz Chingizxon ilib bordi. Biroq ularning arab istilochilari bilan bo'lgan farqi Mo'ng'ullar yerlarni, xalqlarni besilib o'z territoriyasini kengaytgan bilan ideologiyalik kurashga ko'ngil bo'lishmagan. Ular Rossiyani 300 yil besib turgan bo'lsa-mu, Rossiya xalqining tiliga, diniga tegishgan emas. Rus yeziqi, madaniyati, xristianlik ong sezimi burunqi petish qilavergan. Bu yerda shunday bo'ladi. Bu xil ong, bu xil sezimni bilish uchun shu vaqtda ma xalqning tili, еңі, manda narsalar saqlanib qolsa, bularni men o'zimga o'xshatanmayman, o'zimga o'xshamasa men boshqaranmayman deydigan narsani bilish uchunmi ozroq bir mandaq universal bilim va sapo ketadi. Endi Chingizxon haqiqatan qaltis bir imperator. Dunyoni zilzilaga solgan. Chingizxonning rayimsizligi, uning hech nimga rayimsizligi va ashaddiy qonxo'rligi Chingizxon degan ismni anglaslashdan sevadigan qilayotgan hammalarni. Shu xeyli yerlarda hech qanday urushilmay turib ishlarni o'zi echib berib bilan kirib ketgan va ilgirlab mengayvergan. Endi bu yerda aytadi 300 yilgacha Ruslarni hech qanday o'zgartirmadi 300 yil besib olgan bilan deb. Mo'ng'ullarning o'zida shu ruslarning madaniyati, ularni madaniyat jihatda assimilatsiya qilib, besib olib, ularni o'ziga o'xshatib madaniyati, yeziqi, tili yo'qdi. Bilamiz, Mo'ng'ullar Mo'ng'ul yezigini Uyg'urlar o'rgatgan. Va Chingizxonning nihoyatda oqilona bir tarafi shu. Uyg'urlarning intayin bilimlik va shu chaqda tarjimonlar bor, nurg'un tilmashlar bor. Ballarga o'zining shu nihoyatda ilm ustlarini o'zining ballariga ustoz qilib berdi va Uyg'urlar Mo'ng'ullar uchun hozir ishlatayotgan Mo'ng'ul yezigini ijod qilib berdi. Ya'ni o'zining yeziqimi yo'qdi. Demak, u yeziqi bo'lmagandan keyin ularningki bundaq davomlashib kelayotgan cho'ng strategik ideologiya sistemasi bo'lmaydi. Ular chunki qabila altida yashab kelgan undan burun. Jasorat va farosat, did, urush qilishlik farosati, u bu narsalarni biz baholayolgandek ahvolda emas, lekin shu uni jang qilib besib olgan bilan o'zining qilib bilish va davomli o'zining bo'lib turishini masalan 300 yil burib besib olibmi ruslarni hech nima qilolmagan deyishida u yerda uningdan burun shunday bir hokimiyat an'anasi bu narsalar yo'qdi. Keyin Chingizxonning bolalari ham yana bo'lib oldi, bo'lishib olgandan keyin hammasi o'zining yo'lda shunday bo'lib bu Mo'ng'ul imperiyasimi yo'q bo'ldi. Aytmatov. Chingizxonning zo'ravonlik kuchiga ega armiyasi o'z istilosini 1207-1208 yillari Sibir xalqlarining ziminlarini besib olishdan boshlab, Buryat va Yoqut yerining chetiga yetish maqsadida g'arbga qarab yo'l oladi. 100 dan ortiq rayon va xalqlarni besib olib, hisobsiz territoriyaga ega bo'lib, Adriatik dengiziga yetgandala itining beshini orqaga buraydi. Anasay qirg'izlarning hukmdori Aris Aynal Aldiyar bu qora tumandek qoplab kelayotgan yovga qarshilik ko'rsatishning foydasiz ekanligi, xalqning behuda qirilib ketirganligini tushunib yetib, o'z ixtiyorligi bilan el bo'ladi. Mo'ng'ullarning maxfiy tarixida Jujiga Oqshunqar, Oqtulpar va Qora bulg'un juva hadiya qilib, qarshi elib, so'qishmayli beqindi deb yozilgan. Boy degandek shu. Bular emas. Shu shaharlarni butunlay voy unda qilishmasin, kaslida hojam deb bilan shu ishni ichib bir shu bit qarshi elib olganlar. Chingizxon 1218-yilgacha Tong'ut xonligini bosh egdirib, Turpan va Xonboliqni, bu yerda Xonboliq Beyjonni ko'rsatgan, o'ziga qaratgan. Uning keyingi yurishi Yetsu rayoniga qaratilgan edi. Xitoylar tarixida hech qachon mavu Mo'ng'ullar bizni besib olgan, bu tuproqlarni menda qilib olgan deb yozamdi. Unda deb yozmaydi. Ular nima deb yozadi? Bizningki Yuan sulolasi ani qilgan, mani qilgan, biz mani qilgan deb shaqqidilar. Ayan elib miyaga chaplab ham tarixini ishda yeziverdi. Mo'ng'ullarning maxfiy tarixida shu vaqtlarda qabila birikmalari darajasidagi Turkiy xalqlarning o'z erkinligi uchun Chingizxonning qonxo'r bolalari Juji, Chag'atay,
O'kotai va To'lalar boshlagan 150 ming kishilik qo'shinga qarshi 20 yildan ortiq so'qishganligi yozilgan. Shu vaqtdagi xalq ichidagi kelishmaslik, o'zaro so'qishish va qaram-qarshiliklar qozoq xalqlarining hukmdorlarini talab tortib yo'qotdi. Keyinchi bu ahvol barliq xalqlarning beshiga tushgan mushkulot bo'lib qoladi-da, tajovuzchilarga qarshi chiqadigan kuch qolmaydi. Mo'ng'ullarning 1220-yilgacha bo'lgan oraliqda Yettisuni, Ulug'tog'ni, Qoratog'ni va Qipchoq vodilarini besib olib o'tirar, Sauran, Sig'noq, Janit, Taraz, O'zgan shaharlarni yer bilan yakson qilgan qo'shinlari Omu daryosining bo'ylari bilan O'rta Osiyoni qaytib bosh ko'tugsiz darajada vayron qildi. O'tirarni Oltay botirlik bilan qo'g'digan Qoyirxonga o'xshash katta rahbarlarning biri Xorazm shohi Muhammad Shahholining yetishicha dushman bilan qattiq qarshilashib shaharni qo'g'daydi. Xorazmning kulga aylanganini ko'rguncha boshqa yerda sargardon bo'lib o'lganim yaxshi deb mo'ng'ullar bilan elishishni davomlashtirib, Kaspiy bo'ylari qadar chekinib boradi. Oxiri o'zi aytgandek keng orollarning birida ochliqdan o'ladi. Shu vaqtlarda Jabanoyan bilan So'g'day Boturning 30 ming kishilik qo'shini O'rta Osiyo orqali o'tib, Eron bilan Ozarbayjonni egallaydi. Ularning otlari Gruziya zaminini oyoq osti qilib o'tadi. Shuningdek, keyinlar ular otlarining beshini Volga daryosi tarafga burab, Rossiya rayonlariga qarab yaqinlashadi. Shaxanov. Mening eng yaqin do'stim, ataqliq olim. Biz bilan tegitekdi bir Iroq Vengir xalqining o'g'lani professor marhum Qo'ng'ir Ishtivan Mandoki bir qatim suhbatlashib o'tirib, Muxtar, "Bag'an yering Balqan tog', bumi bizning bosqan tog' degan she'rni anglaganmiding? Sizlar o'zinglar tug'ilgan yerda o'z xalqinglar bilan qilivergan, ammo bizning ota-bobolarimiz Qo'tanxon bilan birga Balqan tog'larigacha berishgan. Amaliyotda biz qarindosh xalqlardan asli tegimiz bir xalq. Keyingi vaqtlarda bir-birimizga yo'chin bo'lib qoldik" deb qayg'uli kulimsirgan edi. Bu rostla shundoq bo'lgan. Belimga bog'lig'inim kamar bellik, "Hey dunyo, shu yiroqdan nimaga keldik?" degan naqshimo shu vaqtlarda paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Ko'p qayg'urma do'stim. Sening yaratgan asarlaringdan biz yo'qotgan xalqni qayta topdik, dedim men uningga. Ba'zida taqdir odamga nihoyat tashriklik bilan muomala qiladi. Shuningdan ozgina vaqt o'tgandan keyin Qo'ng'ir Mandokining Dag'istonda dunyodan vaqtsiz qaytganligi nihoyat o'kinchli ish bo'ldi. U Dag'iston zaminida ko'z yumsimi, marhumning o'zining vasiyati bo'yicha ota-bobolarining tug'ilgan yeri Alato ilkidagi Kangsoy qabristonligiga qo'yildi. Qo'tanxonmi bizning tariximizdan o'ziga xos o'rin elish kerak. Chunki uning tuhfalari boshqalardan keskin farqlanib turadi. Kiyev kinazi Mistilav Romanovichga qarta aytilgan, "Agar bugun bizga yordamlashmasanglar, bugun biz o'lamiz. Sizlar o'lsa" degan so'zini dal shu Qo'tanxon aytgan. Bu so'zlar Lavrensov yilnomasida yozilgan. Qo'tanxon qanday kishi edi? U Chingizxonning ulug' yurishiga bosh egmay qarshilik ko'rsatib zarba bergan botur, tavakkulchi boshchilarning biri edi. U eng oxirgi tiniqi qolguncha o'z xalqining erkinligini qo'g'dab, Mo'ng'ul ishg'oliyatchilariga bosh egmagan. Dashti Qipchoq dalosining eng oxirgi xoni, shundoqla Dashti Qipchoq dalosining botur qo'g'dag'uchisi. Tarixdan ma'lumki, Chingizxonning o'g'li Jujixon Qipchoq xalqi va Qipchoq zaminining xo'jayini bo'lgan. Biroq u 1227-yil o'lib, o'rniga uning ikkinchi o'g'li Batu o'ltirdi. Uningga otasidan miros qolgan zamin tardek bilinib, 1236-yili hisobsiz ko'p qo'shin boshlab Ural orqali o'tib, Volga daryosi bo'yidagi Bulg'orlarni vayron qilib, Vladimir, Ryazan va Moskva knazlariga qo'l soldi. 7 yil ichida Kiyev, Polsha, Vengriya, Moldaviya va Chexiyani o'ziga qartib, Mo'ng'ullarning egallagan territoriyasini Irtishdan Kugultur Dunaygacha kengaytirdi. Albatta shunday bo'ldi-da. Dadam menga bir kilo go'sht yuribdi deb uni shu qarab o'tamaydi. Bu bir podsho, bu bir imperator. O'zining tuproqlarini kengaytgisi keladi, chunki burunqi yo'g'on Mo'ng'ul imperiyasining tuprog'ini dadasi 4 ga bo'lib Chag'atayga, uning buning beryapti. Unda bo'lgandan keyin o'zi hozir qolib qolgan ya'ni azroq bir tarixiy ismi yozilishi kerak buning. Unda bo'lgandan keyin jang qiladi. Bu podsholarningki o'rtaq Aytmatov. Nihoyat muvaffaqiyatli qalbi bilan oyoqlashgan yurishdan keyin Batuxon markazini Oltin O'rdani Saray Batudan Volga daryosining bo'yidagi Saray Barkaga ko'chirib, Orol dengizining sharq va shimol tarafini cho'ng aksi O'rda Ajanga berib, Oq O'rda deb atabdi. Shu dengizning janub tarafini inisi Shaybonga ta'tiq qilib, Ko'k O'rda deb ataydi. Shaxanov.
Şundaq. Tarixiy faktlar şundaq bayon qiladi. Mening aytmoqchi bo'lganim Batuxan Qıpçaqlar zeminini egallab turgan vaqtlardamı Qo'tanxon Mo'ng'ullar bilan bo'lgan urushni davomlashtirib, ba'zida yengib, ba'zida yengilib, orqaga chekinib yurib, oxiri Rossiya zeminida Mo'ng'ullar bilan yuzma-yuz tutishdi. Mo'ng'ullarning qanchalik yovuz, qonxo'r va bosqinchilik to'g'risida uning Lavrensov yilnomasida qoldirgan so'zlari ularni u burundila o'z ko'zi bilan ko'rgan emasmi? Dal shu vaqtida aytilgan edi. Qıpchaq askarlarining kuchli qo'shinini boshlagan Qo'tanxon o'zining kuyovli Mstislavs Udaloy bilan birlashib xeyli vaqtlargacha muvaffaqiyatli urush qilgan bo'lsa-mu, boshqa knazlar bilan mundaq ittifoqlasholmaydi. Dushman qistab yaqin kelganda Kiyev knazi Mstislav Romanovichning satqinlik qilish tufaylidan butun Rossiya zemini lovildigan o'tning ichida qoladi. Qor cho'mildek sonsiz Mo'ng'ul askarlari chechilang'i knazlarni birining keyinidan birini vayron qilib, butun atrofni o't dengiziga aylantirdi. O'liklar tog'dek dövlündü. Qonlar sayjiralarda sudek oqadi. Rossiya olimi Lenin Gumilov bu urushda Rossiya askarlarining 90% qirildi deb yozadi. Bu urushda o'lmay qolgan Qo'tanxon bilan Mstislav Udaloy dushmanga qarshilik ko'rsatish bilan birga orqasiga chekinib Dnepr daryosidan o'tib, orqasidan qo'g'lab kelayotgan dushmanlarni to'xtatish uchun daryo qirg'og'ida qolgan qiyiqlarning hammasiga o't qo'ydi. Mo'ng'ullar ularning izidan qolmay qo'g'lagan bo'lsa-mu, Qo'tanxon ulardan qechib qutulib, askarlari bilan Novgoroddan Kiyev tarafga kirib ketishga ulgurdi. Batuxan barliq Rossiya knazlarini vayron qilgandan keyin Qo'tanxon bilan 1238-yili Kozlskiy shahrining oldida uchrashdi. Bu vaqtida Qo'tanxon uni yangidan qo'shin tashkillab kutib turgan bo'lg'achqa, qaytadan yuzma-yuz turib elish boshlandi. Shunday qilib, askarlari bilan dushmanga taslim bo'lmay, qarshilik ko'rsatib chekingan Qo'tanxon Vengriyaga bordi. U vaqtda Mo'ng'ullar, Bolyaklar, Nemislar, Vengerlar va Xorvatlarning birlashma armiyasini tarmar qilib Vengriyaga keladi. Qo'tanxonning uningdan keyingi kurashga va xavf-xatarga to'lgan mushkul hayotini Leyk Gomilov mundaq tasvirlaydi. Vila 4 Qıpchaq ordusining xoni Qo'tanni qanot ostiga oldi. Qıpchaqlar kelishim bo'yicha katolik diniga kirdida faqat Karolga bosh ekkan zo'r kuchni tashkil qilishdi. Biroq Karol hokimiyatining kuchayib ketishidan ansirgan Venger to'rlari Pishda Qo'tanni sotqinlik bilan o'ltirishdi. Buni bilib qilishgan Qıpchaqlar qo'zg'olon ko'tarib Balqon tig'iga ko'chib ketdi. Qo'ng'ir ishtivan mandoki aytgan Balqon tig'i dal ashu tog' edi. Buningdan 7 asr burun tug'ilgan yeridan dushmanlar tarafidan qo'g'lanib, boshqa rayonlarda boshpana izlashib, boshqa yerlarda yashashga majbur bo'lgan qarindosh xalqning avlodlari hozirmi Iroqdagi Vengriyada yashamoqda. Ular o'zining Qıpchaq ona tilini 18 asrning o'rtalargacha unutmay, ota-bobolarining qoida usullarini, turmush odatlarini, o'zgacha milliy alayliklarini saqlab kelgan. Biroq davrning ilgirlashini odam kuch to'qsib qo'yish qodir emasda. Shundaq bo'lsa, ular o'zlarini hozirgacha madaniyarlar deyishib, o'zlarining asli vatani bizning dalolarimiz ekanligini aytishadi. Masalan, ularning 10 gacha bo'lgan soniqi Koni Qıpchaq tili bo'yicha 1 bilsi, 2 2 10 o'ymoq, 11 qarajumboq deb sanalib, bolalarga hozirgacha shundaq o'rgatishadi. Hesabga munosabat tepishmoqlarimiz shu bo'yicha. O'z yerlarini cho'ng Qıpchaq, kichik Qıpchaq deb atashadi. Shundaqla Botir Qo'tanxonning ismi qo'yilgan shaharmi bor. O'zining erkinligi uchun oxirgacha kurash qilgan xalq o'z erkinligini hargiz yo'qotmaydi deb ishongan Qo'tanxonning kurashchan hayoti va taqdiri mana shundaq bo'lgan. Bugun mishagacha o'qiymiz, davomini davomli o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.